Voy gurkib turishni molxonaga kiraman, eshikni mahkam bekitib olsam qutulaman. Yana yangi kiyimni molxonaga kiryapman. Akalar, sizlar ham molxonaga yangi kiyimni shunday kirishinglar bilan ustinglardan mol hidi kelib sasib ketadimi? Oshnoqayman yoki mashinaga chiqqanda ustinglardan hidi kelib turib ancha xijolat qilib qo'yadi. Akalar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'rib turing. Men sizga buni yechimini ko'rsataman. Asosan bunga 3 ta sabab bor. Birinchi sabab molingizga noto'g'ri ozuqa berishligingizda. Molxonangizda tangadek teshik qoldirmasdan mana shunday salafanlar bilan o'rab tashlashlingizda. Uchinchi sabab, molxonam issiq turadi turib, mana shunday go'ngini hattalab saqlab, undan tashqari mana shunday siydik gullarni qilmasligingizda. Agar siz molxonangizga mana shunday turtishkalariga salapan qadamasdan go'ngini vaqti tashqariga olib chiqib, mollaringizda siygan siydigini mana shunday kalostaga tushadigan qilib, olimiz ozuqasiga makka uni, arpa uni, uni, velofos, makro element va mineral ozuqa bo'lib turib, molingizni semirishi, bo'yini o'stirishi, ishtahasini ochiq, hatto vazn olishiga ham yaxshi ishlab beradi. Velofos mineral ozuqasidan 70 gram, 80 gram qo'shib turib, ko'z hamda kalsiylar qo'shib turib, buni ratsion qilib, mana shunday beshlik bilan aralashtirib, molingizga ratsion qilib beradigan bo'lsangiz, molingizda hazm jarayoni yaxshi bo'lib turib, molingizda axlat sasimaydi. Bu videoni esa mol boqib, ustidan mol hidi kelib yuradigan do'stlaringizga jo'natib qo'yasiz.